Moskva Toshkent, Moskva Samarqand, Sankt-Peterburg Toshkent, Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishida qatnay turgan avtobuslar reyslar davom etyapti azizlar. Ikkala transportimizdan bugun chiqadi, baravariga yo'lovchilarimiz joylashyapti. Ketmoqchi bo'lganlarga ishonchli nomerlar qoldirib qo'yamiz. Har kuni reyslarimiz bor. To'liq ma'lumotlarni shu raqamlar orqali olishingiz mumkin. Har bir yo'lovchiga 2 tadan so'mga bepul, dokumentida kamchilik borlarga qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. Avtobuslarimiz ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma zarur bo'ladigan sharoitlar yaratilgan. Kanalga podpiska bo'lmaganlar обязательно podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Kunlik chiqadigan reyslarimiz haqida to'liq ma'lumotlar qo'yib joylab boramiz. Hozir bu birinchi avtobusimiz to'la bo'lgan. Ikkinchisiga yo'lovchilarni olish davom etyapti. Bagajlar bular mana yo'lga tayyorlanishyapti. Avtobusning ichki holatlari ham pokiza, hamma narsasi joy-joyida. Qalay joylashib oldingiz aka? Yaxshimi? Turganlarni har bir yo'lovchiga alohida zaryadni, oldida orqada alohida monitor, ruchnalar qo'yiladigan joylar, yurganda konditsionerlar ham ishlaydi. Akalar yaxshi joylashib oldinglarmi? Assalomu alaykum. Yaxshi ketyapsizlarmi? İşlemeyen ekan zaryadchilari. Ukamiz ham o'rtada shutadi. Orifjon. Aloqa chiqib borasizlar azizlar bemalol. Reyslar har kuni bo'ladi, bemalol aloqa chiqib borasizlar, sog' bo'linglar.